Assalomu alaykum, nima biznes qilaykin deb o'ylanib yurganlar uchun mana bu yerda pena blok, gaza blok ishlab chiqarish bizneslarini taklif qilamiz. Mana ko'ryapsizlar, qoliplari ham rang-barang qilib assortiment qilib tashalgan. Mana hamma turdan bor, yevro, обычный, любой turdan bor. Mana sizlarga endi birinchi yevro komplektni tanishtiradigan bo'lsam, yevro komplektimizda mana belida 7 qator profil, hattoki mana tanglarida ham 7 qator profil qilingan, rezbalik, magnitogorskiy lazerda kesilgan 6 tali qolipdan 3 dona bo'ladi. Ko'rasizlar, profillari juda yaxshi stenada, oshiq-moshiqlar ham yaxshilardan qo'yilgan. 3 ta qolip va 100 tali karton gaz ballondan tayyorlangan pena generator, 50 tali ishonchli kompressor, mikser, pulsator, shilanka yangi korobka holatda, bonusiga latog listi, kolonna listi, salkam mingta pena blok yetadigan penalar. Vodiy bo'lib, yevro komplektimiz $850. Komplektlarimiz faqat qoliplarda farq qiladi xolos. Mana belida 2 qatorli profilli komplektimiz. Bunda ham hamma narsasi bo'ladi. Faqat belida 2 qator qilingan, narigida bunaqasi 7 qator bo'lsa, bunda belida 2 qator xolos. O'shani hisobiga bu komplektimiz $780 vodiy bo'lib, $830 O'zbekiston bo'lib. Endi обычный komplektda mana обычный qolipni o'zi bo'ladi. Mana bunda bir qator mana ko'radigan bo'lsangiz, narigida 2 qator bo'lsa, bunda bir qatorlik, bunda 3 ta qolip, pena generator, kompressor, latoktum hamma yo'q polniy komplekt bo'ladi. Bu komplektimizning narxi $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'ladi. Agar mana yotiq yevro qoliplar bo'ladigan bo'lsa, buni ham masalan komplektda 3 ta bo'ladi. Qolgan pena generator, kompressor, latog listi, kolonna listi, hamma narsalari bor. Faqat qolip o'zi almashadi xolos, komplektlar farqi. Bu komplekt ham $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Yevro komplektlar 40-50-20 mana обычный komplekti. Nargi 60-20-30 обычный komplekt bilan narxi bir xil. Mana latog tumba, penalari, pena generator, kompressor, mikser, hamma narsasi bo'ladi. Faqat mana shu qolipida farq qilgani hisobiga bu komplektimiz ham $750 da. Endi mana qara legolik. Bu yevro qolipga mana bukilgan lego qilingan. Bu komplektimiz ham mana legolik bo'lgan hisobiga, ham yevro ham lego bo'lgan hisobiga bu komplektimizning narxi $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'lib. Agar shu qolip обычный qolipda mana shunaqa legolik qilingan bo'lsa, unda $800 vodiy bo'lib, $850 O'zbekiston bo'lib. Mana turba teshiklik komplektimiz yevro qolipga qilingan. Bu komplektimiz mana 100 lik turba, hozir 76 lik. Bir-biriga svязка bo'ladigan. Mana ham o'zi stanovda bukiladi, hali svakada emas. Juda mayda ish bo'lgani uchun bu komplektimiz $950 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'ylab beriladi. Pergorodka deysizmi, gazoblok qoliplar, umuman barcha turlardan bor. Mana ham pena blok, ham gazoblok ishlab chiqaradigan komplektlarimizga keladigan bo'lsa, mana mini mishalkasi. Mana o'zini suv bochkalari, istadigan tent ham motorlari bilan bo'ladi. Buna qolipdan 3 ta bo'ladi. Pena generator, rasfor bochka, kompressor, mikser, latog tumba, ham pena blok, ham gazoblok ishlab chiqarsa bo'ladigan komplektimiz $1,500. Dastavkalar shu adresga qarab kelishilgan holatda. Gazoblok uchun mana katta mishalkalari, suv yo'ngislari, gazoblok komplektlarini ham qilaveramiz O'zbekiston bo'ylab. Kimga pena blok, gazoblok biznesini yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlar, ekranimizga raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar.